Ha, to'g'ri ko'rdingiz, bu ko'ylakning teskari qismi. Bugun Sevarpam emas, men sizlarga pasta zamokli liniyalarda mana shunday noodatiy bo'yin обработкасini o'rgataman. Qani ketdik. Avval zamokni ochib, ko'ylakni o'ng tarafini qo'yib olamiz. Zamokni ortiqchasini kesib tashlaymiz. 3 sm kesib olingan kossoy lentamizni garlavinaga parallel holatda joylashtiramiz. 2 sm qoldirgan holatda. Endi kossoy lentamizni yengil tortgan holatda 0,5 sm holatda chok berib chiqamiz. Tikilgan chokimizni yarmini kesib yengillatamiz. Endi lentamizni ortiqchasini mana shu holatda zakripka berib olamiz. Endi choklarimizni lenta tarafga qaratib dazmol qilib olamiz. Endi e'tibor bering, lentamizni 0,5 sm da qaytarib, tanaga to'liq holatda yotqizib, chok berib chiqamiz. Endi dazmol qilib olamiz. Maxsus podushkani tiqib, dazmol qilib olamiz. Natija ko'rib turganingizdek. Albatta tikib ko'ring, sizda ham o'xshashi aniq. Chunki eng nozik sirlari bilan bo'lishdik.